avtomat Kalashnikov AK-74N. Bunga nashnoy pribor ham o'rnatsa bo'ladi, granatomet ham o'rnatsa bo'ladi. Bu nayza pichog'i. Avtomatimiz og'irligi 3 kg 600, dushmanga 3150 metrgacha bo'lgan masofani yo'q qiladi. Tepaga otganda yerga tushgangacha bo'lgan masofasi 1000 metrgacha ko'rish masofasi, 1000 metrgacha bo'lgan odamni bemalol o'ldirsa bo'ladi. Nishongacha 1350 metrgacha bo'lgan odamni bemalol yaralab yo'q qilish qobiliyatiga ega. Bir daqiqada 600 tagacha o'q otiladi. Magazinimiz sig'imi 30 talik, 545 patron ketadi. Har bir harbiy xizmatchiga o'ziga mana shunday xizmatga kelgandan keyin muddatli harbiy xizmatchi bo'ladimi? Shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'ladimi? O'sha serjantlar tarkibiga mana shu qurollar biriktiriladi. Ya'ni AK-74, pulemyot, o'sha o'zini kelib chiqib lavozimidan kelib chiqqan holatda, egallab turgan lavozimidan kelib chiqqan holatda qurol biriktiriladi. Maxsus bo'linmalarga keladigan bo'lsak, maxsus bo'linmalarga bu qurolidan tashqari boshqa qurollar ham biriktiriladi. Ya'ni o'ziga avtomat, pistolet, o'sha hozirgi kunda zamonaviy texnikalar shuni ko'rsatyaptiki, hali bugungi kunda har bir harbiy xizmatchi hozir bizda joriy qilingan 1+1+3 bu degan nima degani? Avtomatchik bo'ladigan bo'lsa, avtomatchik pulemyotni ham ishlatish kerak. Mana buni ham ishlatish kerak, granatometni ham ishlatish kerak. Nimaga? Ertaga yarador bo'lib qolgan paytda yonida bu bo'ladigan bo'lsa, hamma qurolni olib foydalanishi uchun mana shu hozir 1+3 joriy qilingan biza o'sha mudofaa tizimimizda. Maxsus bo'linmalarda esa 1+5 bu degani 5 ta yo'nalishda o'zini egallab turgan lavozimida 5 ta yo'nalishda bilish kerak.